Bismillahirrohmanirrohim. Aziz birodarlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har bir vaqtda, har bir amalni duosini o'rgatib ketgan. Mana barchamiz alhamdulillah musulmonlar ro'za tutyapmiz. Endi ro'zani ochayotgan vaqtda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rgatgan duoni o'qib ochadigan bo'lsak, albatta bu sunnatga muvofiq bo'ladi. Aks holda ro'zamiz qabul qilinaveradi, lekin sunnatga amal qilmaganlik bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Meni sunnatimni tiriltirgan va sunnatimni muhabbat qilgan inson jannatda men bilan birga bo'ladi" degan o'zini va'dalari ham bor. Shuning uchun azizlar, inshaalloh iftorlik vaqtida shoshilib ketmasdan, o'sha Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rgatgan duoni bir daqiqaga yetmagan vaqt ketadi. Shu duoni o'rganib va shunga amal qilaylik. Duo quyidagicha. Albatta, iftorlik qilayotganda duolar turli rivoyatlar bilan kelgan. Shularni qisqasini aytamiz. Allohumma laka sumtu va ala rizqika aftortu. Duoni ma'nosi: ey Allohim, men sen uchun ro'za tutdim va sen bergan rizqlar bilan ro'zamni ochyapman deb Allohga duo qilib, duoni o'qigandan so'ng taomni yeb, inshaalloh yaxshi amallarga harakat qilamiz. Alloh taolo barchalarimizni sunnatga muvofiq amal qiladigan insonlardan qilsin.